Taqshi tarmoqlari birlikda harakatga kelib, shahrimizdagi har qaysi ko'ngil ichish so'rovlari va so'qollarni umumiylik tekshirdi. Tekshirish orqali qonunga xilof holda shahvoniy tijorat bilan shug'ullangan so'rovlar bechatlandi. Zo'r bir turkum shahvoniy qilmishlar bilan shug'ullanuvchilar tutildi. Har qaysi axborot organlari bu qitimda harakatga alohida ko'ngil bo'lib, maxsus muxbir ajratib, bu qitimda harakat natijasini axborot vositasi orqali jamiyatga e'lon qildi. İskender'misiz? Gelin. Yaxshimsiz mudir? Yaxshimsiz. Mana bu men yangidan qabul qilgan deloning tafsiliy materiali. Ko'rib beqing. Qani o'tiring. Bu xabarni nayt yaxshi yozibsiz. Talantingizga qoyilman. Rahmat. Bu xildagi shahvoniy so'rinlarni cho'qim yo'qotish kerak. Siz hozir qonunchilik gezitining takliflik muxbiri. Shundaqla shahrimiz bo'yicha 10 yaxshi advokatning biri. Bu shan sharaf o'zingizga mansub bo'lib qolmay, bu advokatlik o'rnimizga mo zo'r shan sharaf keltirdi. Sizdagi ixtisos egalari kamdan-kam uchraydi. Ortiqcha maqtab aytdingiz mudir. Maqtig'inim emas. Bu ko'nglimdagi gapim. Biroq shuni tushuntirib qo'yay. Axborotchilik qilib berilib ketib, advokatlik kasbingizni hargiz tashlab o'tishga bo'lmaydi, yigit. Xotirjam bo'ling. Axborotchilik mening qo'shimcha kasbim. Undaqda men chiqay. Bo'ladi. Axirda qanday ahvoling? Anda ahvolim. Gazetdagi maqolani o'qidim. Kishini haqiqatan qoyil qilarlik hizbsan. Sen yardımı? Yarmamdigan. Sening qalam kashikdimi xeyli undiring bakani? Ancha muncha adash. Haras. Yiliq qo'lingdagi diloying qanday bo'lib ketdi? Sot ichilmoqchi. Tekshirib chiqishi mumkin emas ekan. Shunga bu jarayonda har qanday kichik savallikning jonliqlarning g'ayri bo'lib qilishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Hatto sog'lom normal bo'lgan do'limi bu yilning beshida noyda baldirlar bo'g'im yallig'iga giriblar bo'lgan deb diagnoz qo'yilgan. Italiya Səhiyyə ministri Helgiya Antinorining xalqning g'azabiga qaramay bo'lmug'ur ish qilganligini qattiq aytdi. Meditsina nuqtasidan aytganda bu oqibatini mo'ljalligisiz tavakkulchilik. Axloq nuqtasini aytganda Ertadan kechgacha xabar ko'rib o'tiribkansiz odamning ichini pishirib. Qara, shundoq yaxshi xabarlar beryapti. Voy, nari yaxshi uningki, boshqa kanallarga yo'tkab beqingmi? Biologiya texnikasi taraqqiy qilgan ba'zi davlatlar agar kilon Bo'lmasa agar o'zim yo'tkayman. Noch bo'lsangiz, qo'limda ilib. Alamanmi? Alamaysiz. Ras alamanmi? Alamaysiz. Akila, alamanmi? Alamaysiz. Alalayman. Akila. Kishilarga kilon odamini cheklaydigan xalqaro ahdnomani tuzib chiqishning intayin jiddiy bir ish bo'lib qolganligini his qildirdi. Men olaman. Afg'oniston vaqtli hukumatining raisi Karzai Yaxshimisiz? Bamiyan rayonini ko'zdan kechirganda o'zbek Taliban tarafidan vayron qilib etilgan Bamiyan cho'ng butlarni qaytadan Sal saqlab turing. Iskandar gezitxonaga kelib bu yerda zamrak o'qlarining sarvisidan vayron bo'lgan Bamiyan butlarni yaxshimisiz? Yaxshi, nima ishingiz bor? Menda nima ish bor aka? Yaxshi, o'zingiz Shundoq, muxbirlik mening ishni sirtda kasbim. Qaraganda meningda zarur ishingiz bor o'xshamamdi. Qaraganda u ma'lum qimmatga ega jipishi bo'lsa kerak. Bo'ladi. Nada ko'rishimiz? Lekin men sizni qanday taniyman? Bo'ladi. At ko'rishaylik. Xo'sh.
Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz Gulnaz bo'lamsiz? Shundoq. Qani, marhamat. Ha. Ajab qarab ketdingiz-ku. Chiroyimda bir nuqson bormi nima? Yo'q. Lekin sizning chiroyingiz menga tanishdek bilinayotdi. Balkim birasiga o'xshatib qolgansiz. Jahonda bir-biriga o'xshab ketadigan chiroylar ko'p-ku. To'g'ri deysiz. Haras. Endi o'z gapimizga kelsa qanday? Albatta bo'ladi. Oldi bilan taklifimni rad qilmay, alayda vaqt chiqarib kelganingizga rahmatimni bildiray. Rahmat sizga. Gapga ustikansiz. Rahmat aytishga tegishligi aslima. Chunki siz meni axborot jipuchi bilan ta'minlaydigan tursangiz. Lekin o jipuchi yezishga arzimdi. Qimmati bormi yo'q, buni men bilmayman. Amsa anlab yiqin. U bir echinishli tragediya. Ma'lum bir yezidagi bir ayolning ikki o'g'li va bir qizi bo'lib, ular nomrod bo'lsa-mu, lekin noyati inoq ijil yashaydi ekan. Keyincha tijorat bilan nurg'un pul tepibdi. Pul topqancha niyati buzilib, vafodor ayoli sat ko'rinishga boshlabdi. U 18 yoshli bir qizni oshni tutib, uni amriga olmoqchi bo'ldi. So'zlaganlaringiz xuddi bir cho'chakka o'xshaydi ekan. Yo'q, u cho'chak emas. Haqiqiy bir voqea. Oxirini anglab yiqib, ondan bir nimadan. Bo'pti. Qani so'zlang. Shu vajidan u ayolini kunda degidek urib dumbalab uydan chiqishga qistaydigan bo'lyapti. Bechora ayol bolalarini ko'zi tutib, bu xo'rliqlarga chidab un-tunsiz yashayveribdi. Oqat eg'ir tayoqning zarbasi bilan nervisidan odishib qilib ko'chaga chiqib qopti. Bo'lsa, yeliqi qiz bilan birlashib, bolalarini uydan qo'g'lab chiqaribdi. Ham u qizni o'z amriga oldi. Bechora bola ko'chib-ko'ylarda sargardon bo'lishga boshlabdi. Cho'ng o'g'li bu nohaqchilik chidamay qo'liga pichoq ilib, dadasini o'ldirishga urinibdi. Lekin dadasi o'lmay omon qoldi. Qonun odam o'ldirishga uringan deb 2 yillik hukm chiqarib, u bolani turmaga solibdi. Deganlaringiz rostli yuz bergan ishlar bo'lsa, u armo ma'lum qonuniy javobgarlik tortish kerak. Aksicha, u hech qanday daxl tarzga uchirmay xotirjam yashayotdi. Bechora sho'x peshona adam bo'lsa, hech qanday davolash o'lim bermay, goh shilg'ab, goh kulib, ko'chalarda yuribdi. Betalay bolalari bo'lsa, nima? Adam dedingizmi? Shundoq. U ayol mening o'z adam bo'ldi. Kechiring. Oldingizda ko'z ish qilsam bo'ladi. Bu haqiqatan kishining yuragini ezgidek ta'sirli bir adabiy axborot bo'la oladi ekan. Hozir raqobat davri. Gez jurnallarning bozor raqobati nihoyat kuchli. Shunga mushundaq yaxshi temalarni tanlab yozishimizni matbuot o'rinlari doim ta'kidlab kelyotadi. Lekin men bir ishga to'lib hayronman. Qaysi ishqa? Gazetxonda muxbirdan to'lnasi yo'q. Lekin siz nima ishqa faqat meni tanlaysiz? Chunki men sizning maqola asarlaringizning birini qoldirmay o'qib kelyapman. Asarlaringizda chin haqiqat aks etib turadi. Sizning yolg'on yovdiqni aralashtirmay yozdiganligingizni bilaman. Adamning bu tragediyasini haqiqiy chin ma'nosidan yozib chiqadiganingizga ishonaman. Rahmat. Biya bo'lsam so'rab baqay. Siz qayerda ishlaysiz? Mening asli yurtim Turanayisi. Men ilgari ishlagan shirkat vayron bo'lish gardabiga berib taqilib qoldi. Hozircha xizmatim yo'q. Haras, sizga kimligimni ko'rsatay. Kechiring, kimligimni ag'ash kelmabdiman. Kerak yo'q. Kimligingizni tekshirdiganga men saqchi bo'lmasa. Siz menga u voqea yuz bergan joyning adresini deb bergan bo'lsangiz, berib hadangiz va bolalarning haqiqiy ahvolini o'z ko'zim bilan ko'rib material egallab kelgan bo'lsam, keyin sizni cho'qim obda ras qilaman. Rahmat sizga.
Men yeziga berib hadam bilan ballarni yo'qlab kelish xayolida bo'layotdim. Agar ma'qul kelsangiz, men sizni boshlab boray. U joy menga besh qo'ldek tanish, balkim sizning ziyorat qilishingizga yordamim tegib qolsa ajab emas. Undaq bo'lsa-ku bak yaxshi bo'ladi. Uning ustiga men kichigimdan tortib yeziqchilikqa qiziqatdim. Mushu bahonada sizdan ziyorat qilishni, maqola yozishni o'rganib olishim mumkin. Shundaq tutishdi qanisa. Qachon yo'lga chiqamiz? Ata shanba. Ata bo'lsa qandaq? Ata degan sizni qatnash bekligi saqlayman. Xizmat to'xtab qoldi. Men mangay. Ata ko'rishaylik. Bo'lib, ata ko'rishaylik. Xo'shamsa. Xo'sh. Bazır bağandan keyin Banıqçı bo'lgan yeziga yana necha 10 kilometr masofadan bezib o'tib bordigan ekan. Jafo chekib qoldik. Kerak yo'q. Jafo chekmaguncha shirin mevaning ta'mini tetiqlolmaydi. Arliq yana mashina olmishmiz. Yezi bozorga yetib kelaylik. Kech qoldigan bo'ldik. Yetib keldikmi? Ha. Biz kelmoqchi bo'lgan yezi bozorga yetib keldik. Lekin biz bormoqchi bo'lgan kentga 3-4 kilometr piyoda mangsak, andan yetib bora olamiz. Qorong'uda mangmoq tas. Uning ustiga bu kechada tuqqanlarga bosaq sal beyab turdi. Sho'ng mehmonxonadan birini tepib qonib, ati mangsak qandoq deysiz? Mayli. Amsi jiring, mehmonxona izlab boqaylik. Qaraganda bundan boshqa mehmonxona yo'q o'xshaydi. Kirib boqaylik. Jur. Odam bormi? Ha? Mana. Yaxshimsiz. Nimishinglar va? Yotoq bormikin deb kelib edik. Ba. Ha, qani kiringlar. Lekin ustida bir leg'iz uy bor. Elmo ta'linglar o'nkan. Yez deganda bundaq yerim kechida yotqudak joy topmoq bak tasjumi. Qishda sirtdan keladiganlar ko'p bo'lmag'ashqa ustida faqat mushu bir leg'iz yotoqni ichib qo'ygandik. Mana bu uy shu. Biz bir ayol tursak, bu bir uyda. Voy, davatgan gapingizni qarang. Bir eg'izlik o'g'ini bilan ikki karvat batirsa. Qarashqig'i bir juplada qilisizlar. Hozir degan davr o'zgardi. Bunchalik ishlar biz yeziliqlarimi hech qancha bilinmas bo'lib ketdi. Televizorda har kuni ko'rib turyapmiz-ku. Sizlardek shaharliklarga bu hech qancha ish emas. To'lim nos qilishmay, agar yotqinlar bo'lsa pul to'langlar. Yotmaymiz deb aytgansizlar, taloq chiqib tunanglar. Amalimiz qancha? Bir kechaliga qancha pul? Bir odamga 10 so'm, ikki odamga 20 so'm. Qo'sqinlarni ochdi haqacan. Bu kechida jigidak bir nima topmoq baq qiyin. Lekin sizlar xotirjam bo'linglar. Men tunishlarimdan tepib akiralayman. Hayal o'tmay yotoqlar akirib beraymi? Amsa sizlar kirib yetaveringlar.
Mana palanik mağaş kırdım. Rahmat. Sizlarga o'xshash tasodifiy mehmon kelib qolsa, yotoqni sovuqkan deb qolmasin deb, kunda degidek mashkima shundoq o't qalab qo'yamiz. Yotoqning ishim isib qopti. Voy, akiling o'zim olay. Sizlar shaharliklar, biz yezliqlarning loy suyini ichib toza ko'ngillar tatmaydi-ku deyman. Eng yaxshisi men sizlarga sap mineral suv akirib beray. Sizlar uchun unchalik pul xarjlash hech qancha ish emas-ku. Mana sizga birma-bir olgan narsalarning hisobini beray. Bo'ldi, rahmat. Nimaga rahmat deysiz? Sizlardek esil zodi mehmonlarning bu oddiy mehmonxonaga tushganligiga men rahmat desam bola. Bir hojtinglar bo'lsa, vaqirsanglar oldinglarda hozirlab paydo bo'laman. Xo'shamsiz. Sirtqa chiqib kirgan o'xshamamsiz. Ha, shundoq.
Sizni yezıqchilikni bekmi o'rgangim bor. Meni shogirdlikka qabul qilasizmi? Gapimga tex javob bermadingiz. Agar axborotchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, sizda rostchilik, adolatni yoqlaydigan ideya bo'lishi kerak. Bu amaliyotga sodiq bo'lish, ya'ni yozg'iningiz haqiqiy chin bo'lish deganlikdir. Sizdan yana so'rab boqay. Har qanday odamning saqt tarafim bo'lamdi. Mening amaliyotga sodiq bo'lish ekanligini endi bilib qolasiz. Oxir o'shun keldi. Men hozir nerede? Nerede bo'latdingiz doktorxonada? Bu zoti nima ish? Bunichi o'zingizdan so'rang. Bo'ldi, tegashmanglar. Bu sening nima qilganing? Men o'zim bilmayman. Nima ish bo'ldi, mudir? Sen buyushat qil to'p-to'g'ri bir kun bo'ldi. Tunugun tushlar bilan bir yezdan idoraga telefon kelib, seni ahvolingni ma'lum qildi. Men shu amon yo'lga chiqib, u yerga yetib bordim. Mehmonxona xo'jayini heliq ayolning so'zlab berishicha. Voy, kun shulay deb qoldi. Oqshomqa ayol mehmon texicha yotiqdan chiqay demaydi. Voy, chaqqan bo'linglar, chaqqan. Mana, mush uy shu. Masharmandichilikni. Hay, qo'pishdaymi? Hay, hoy, o'rninglardan turinglar deyman. Ular o'shidan ketgan o'xshamamdi. Bekadilla o'shidan ketamdi. Oqshomda kuchib o'tgan gap degina. O'zimni beri eshimni ko'rmay ichirqab ketgan gap. Voy, mehmon chaqqan bo'linglar, osh berdi qarab turmay, yez omonlik saqlash qodirini chaqirib kelinglar. Chaqqan. Mana bular. Keyin ular saqchilarni boshlab ketdi. Saqchi naq maydonga kelib qarasa, yeningdagi heliq qiz yo'q turg'idek.
Ular kiyimlaringni aqtirib, yanchog'idan ism kartoshkangni tepibdi. Va kartoshkadagi nomer bo'yicha idoraga telefon qilibdi. Biz seni kechlab doktorxonaga olib keldik. Doktorning tekshirib aniqlashicha sen beyish qilish to'g'risi ichibsan. Bu zot qandaq ish? Bizga tushuntirib bera olamsan? Tushuncha bermayotdi. Demak, gunohini bo'yniq og'anligi aniqtirmamdi. O'lib olishga o'rnig'icha ajrashib ketaylik deb men chiroyliqcha desangiz bo'lmadi. Men sizga eslab olatdimmi? Bo'ldi, Zuhra. U hozir tinish muhitga muhtoj. Har qanday gap biz keyinchi deyishamiz. Menma qaytay. Sen hozircha obdan davolangin. Qoldi ishlarni keyinchi bir nima deyishamiz. Sen bir necha kun uning holidan xabar olgin. Ma'qul. Men endi tushundim. Men sirtqa chiqib ketganda hushsizlantirish to'g'risini cho'qim aşk qiz siylayotgankan. Nima deding? Men hech tushunmay qoldim-ku. Ha? Biroq u nima ish qilmagan ziyonkashlik qiladi. Men kashfkizning muxbiri. Advokat apandi, siz bir ayol bilan qip-yalang'och karvatning ustida o'lib olmoqchi bo'libsiz. Nima uchunligini so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi qiling. U endi hushiga keldi. Apandim, ansaq heyli qizchaq g'oyib bo'lib ketibdimish. U qiz bilan sizning zodi qanday munosabatingiz? Men sizni bo'ldi qiling deyapman. Keyinchi bir gap bo'la. Chiqib turing. Bu dam ilish kerak. Bu haqda bizga tafsilotlar so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Hay, bu Keyinchi bir gap bo'lmadi. Baqilamiz. Men sizga bu ishni tushuntirib qo'yay. Ig'ir bezaliqlar anglab boqmamsiz. Anlig'im yo'q. Tushuntirmasangizmi tushunishlikdirmamdi. Kiring. O'ltiring. Buni ko'rib baqing. Biz ansiravat qarshi oxir yuz berdi. Muxbirlar maqola e'lon qilib, ilqisatchilikni jipda yengsig'icha oshkorlabdi. Hatto advokatlik o'rnimizning nomini tilg'abdi. Bu ishni ular qanday bilib olgandi? Sen kasobatni endi tushundim. Xotinim bilan bo'lgan da'vo ishida nemishqa o'tirib turib, meni ziyonga uchratding desam, asli sen ayollarni indek keltirib, ko'ngil ochadigan chakini bir advokatgansan emasmi? Men sendan hisob olmay qo'ymayman. Hey, sen kim? Chiroyli deyishmaymizmi? Bo'ldi qiling. Sendan hisob olmay qo'ymayman. Xat to'xtab tur. Chiqib tur. Mani ko'rdingizmi? Biz endi tugashdik. Advokatlik o'rnimiz sizning sababingizdan vayron bo'ladigan bo'ldi. Chiroyli ish qildingiz. Endi sizga akishib bizning nomimiz chiqadigan bo'ldi. Ishxonangizga chiqib, yuz berish oldida turgan xavf-xatardan qanday oldini olish to'g'riliq obdan o'ylanib, chora izlang.
Yaxshimisiz? Siz advokat Iskandar bo'lamsiz. Shundoq. Biz advokatlarga chora ko'rish komitetidan keldik. Siz bilan paranglashmoqchi. Nima? Iskandar. Anlasam advokatlarga chora ko'rish komitetidan seni istab ketdi. Borasmi? Shundoq. Sana intizom jazosi beramdikan. Bo'ldi, bekmo ishingga yib ketma. Lekin bu ish meni sal hayron qoldiryapti. Sen menga boshdan so'zlab bera olamsan? Adash, bu ishlarning tegi-tagiga men yetamayapsam nimani deb beraman? Shu topda men nima qilishimni bilmay gangirab qoldim. Bo'ldi. Kechda vaqtim bormi? Nima ishing bo'pti? Ish-pushimizni chiqarib kelaylik dedim. Bo'ladi. Men mehmon qilay. Ma'qulamsan. O'sha. Hamma ishni oldindan adash. Agar men u buzuqni yana uchirtib qoldigan bo'lsam, hozir ayoling bilan bo'lgan munosabatim qanday? ancha yaxshi emas. Men tugashdim. Men ko'chalarda mansammo o'z-o'zimda xudiksirib xotirjam ma'mayman. Ko'chalarda ketayotganimda hamma odam menga qarab meni masxara qilayotgandek bilinadi. Shu topda o'z-o'zimga o'shligim kelyapti. Ondaqmi deb ketma. Demisimi, sizlarga ko'z tekkandek bir ish yo'q. Biroq bu ishlarmi amini o'tib ketdi. Bekmi ishingga ketma adash. Qo'sha. Voy, kiyimlaringizni kiymay nimaga amayq bo'lib tursiz? Choyga borgan vaqt to'shqin ne vaq? Qaysi choyga? Qaysi choyga bo'ladi? Maynurning bolasini ochchiqchi. O'zingizni berib keling, mening faqat bag'im yo'q. Ya advokatligingiz qamlashmagan. Ya uydagi ishlaringiz texi nomba advokatmish. To'liq otildi menga. Amschi, mush to'ttamni beqib o'tiring. Kunlar nima degan ma'nisiz? Nima degan zerikishlik? Qig'idek ishning tayini yo'q. Qaraganda ishlarim ilgirgidek yurishmaydigan o'xshaydi adash. Nimaga asosan shunday deysan? Yiliq ish yuz bergan necha oydan beri bir odam meni advokatlik qilishga taklif qilib boqmadi. Gazitxonlarmi meni ancha e'tiborga olib ketmaydigan bo'lib oldi. Herkes unda qo'ylama. U ish allaqachon kishilarning esini ko'tarilib ketdi. Hamish besiqdi-ku. Qarabdi, sen cho'qim bosh ko'tarib chiqa olaysan. Kiram. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kimni izlaysiz? Advokat Iskandarni izlaydim. Men shu. Qani o'tiring. Ma'qul, hozir chay. Rahmat. Men sirtga chiqib kiray. Menda nima ishingiz bo'pti? Oldi bilan o'zim tanishtirib o'tay. Ismim Almira, Turan ayisidan. Nima? Turan ayisi. Shunda sizni vakolatchi advokatlik taklif qilib kelgan. Oldi bilan ishning jarayonini anglab boqay. Bo'ladi. Mening Xolida ismli bir yaqin do'stim bor edi. U mendan 100 ming so'm pulni qarz olgandi. U bu pulga qavoqxona ochmoqchi ekan. Qavoqxonami ochdi. Topavdim shundoq yaxshi ekan. Lekin qarzni qaytarish vaqti muddatdan eshib ketgan bo'lsa-mu, u pulni qaytarg'il faqat unmayotdi. Uning uchun pulning oldida do'stlik deganni qaraydi, chog'liq narsa o'xshaydi. Shunga men uni yuz xatir qilmay, bu ishni qonun orqali bir taraf qilish qaroriga keldim. Sizlar hujjatlashganmi? Ha, hujjatlashgan. Mana bu uning hujjati. Xolidaning tunish bilishlari bek ko'p. Munosabat doirasi keng. Bu deloda uni asalliqcha yengilib bo'lmaydigan o'xshaydi. Agar siz yengib chiqa olsangiz, mush pulning 20%ni sizga beraman.
Biz advokatlar belgilim bo'yicha bir tutash haq olamiz. Sizning shartingizga kelsak, men mudir bilan muzokaralashib, undan sizga javob beray. Bo'ladi. Birdam o'tirib turing, men chiqib mudir bilan so'zlashib kerak. Chiqavering, mening vaqtim bor. Mening boshqa fikrim yo'q. To'xtam tuzsangiz bo'ladi. Biroq sizga shuni eskartib qo'yay. Bu deloda cho'qim g'alaba qilishingiz, bu deloni bo'sish eg'iz qilib turib, jamiyatdagi o'rningizni qayta tikilishingiz kerak. Tushundingizmi? Tushundim. Undaqda men chiqib to'xtam tuzay. Mudir shartingiz qo'shildi. Endi biz vakolatchilik to'xtam tuzsak bo'ladi. Buni bir ko'rib chiqing. Qo'shilamsiz. Qo'shilaman. Imzo qo'ying. Bir nusxasi sizda qolsin. Hujjatning asli nusxasini men qaytirib bergan bo'lsangiz, ko'paytirilma nusxasi sizda qolib qolsin. Ha. Bo'ladi. Mana bu asli nusxasi. Aras. Qarshi tarafning aloqalashish telefoni bo'lsa deb bersangiz. Bo'ladi. Bu Xalidaning aloqalash telefon nomeri. Men avval Xalida bilan ko'rishib baqay. Amal ba bu deloni sotning sirtida kelishtirishning amalini qilib baqay. Agar qamlashmasa, sotda davolashaylik. Bu ishda cho'qim yordam qilishingiz kerak. Ansirman. Kuchimdan yetishga tirishaman. Ma'qulamsa, men chiqay. Xo'sh. Loyiq qiz xeyli kelishgan qizgan, ha? Seni bir ishdan izlab kelibdimi? Meni advokatlikka taklif qilib kelibdi. Mana demadimmi, sen yangi yaxshi advokat. Sana qiladigan ish chiqdi, birodar. Shundoq. Lekin nima ish qildi? Ko'nglim dakki-dukkida. Turon oyisi degan gapni anglabla, qo'ya bir balo qazo atrofimda aylanib yurgandek his qilib qoldim. Buron qishning sababidan senda shunday xato sezim paydo bo'lib qolgan gap. Ansirma, hech ish bo'lmaydi. Balkim shundoqdir. Tosh qoldi. Amaliyotda men guvohlikdan o'tishdim. Nahayt qo'rqaman. Agar men guvohlikdan o'tmasam, balki murakkab savollarga javob berishdan qutulib qolaman. Bu mumkin emas. Bo'ldi. Sen bizni tamkin bo'linglar degan. Voy, nimandaq put ko'ygan to'g'idek mengib yurasiz, uxlamamsiz? Siz kirib uxlashtiring. Men sal turib uxlayman. Xotirjam bo'l. Hozirdan boshlab hech kim Voy, yaxshi.
Ha, men do'stimiz Almiraning vakolatchi advokati. İşkanlarning qarz pul majarasi to'g'risida siz bilan yuzturan so'zlashib baqay dedim. Nima? Almira? Oningda 100 ming so'm qarz pul olganim rost. Biroq pulni allaqachon qaytarib bergan tursam, yuzi chidamasdan yana pulning gapini qilayotganini. Ha, Xalida xonim. Biz advokatlar havola qiluvchilarga vakolatdan ish qilamiz. To'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Almirada sizning qarz og'irlik hujjatingiz bor ekan. Sizning o'zingizni aqliyolug'dek bir pakitingiz bormi? Chunki qonun dalil isbot qilish ishinidir. Agar sizlarning ishinglarni sud sirtida hal qilishga imkon bo'lmasa, sud orqali bir taraf qilishga to'g'ri keladi. Bo'ladi. Oldi bilan ikkimiz 100 tirani ko'rishib, konkret ishlar to'g'risida tafsiliy paranglashib baqsak qandaq? Qo'shilaman. Atdegan soat 9 da sizni intizor choyxonasida saqlayman. Biroq biz tanishmaydigan tursak. Balkim men sizni tanishim mumkin. Xo'sh. Xo'sh. Sizmidingiz? O'ylamagan bo'g'aydingiz. Bu yerda qayta uchrashib qolishimizni xayolimga keltirmabdi ekanman. Balkim bu taqdir bo'lsa kerak. Raqiblar tar yo'lda uchrashdi desak, muvofiq bo'ladi. Oldin qatim yuz bergan ishni o'ylasam, to'liq afsuslanaman. Biroq u ishga qarata mening o'zimga kuchli sababim bor. Anglab baqamsiz. Qani so'zlar. Mineral suvga haqiqatan husizlantirish to'g'risini men selvatgan. O'ylab beqing. Men bir yosh qiz tursam, azaldan tanishmaydigan bir er bilan bir yotoqda yotsam, oqibatning qanday bo'ladiganligini tasavvur qilib bo'lamdi. Shu chaqda men sizni sinab baqqan. Hissiyatcha sizning yaxshi odam ekanligingizga ishonsam-mu, lekin yana qo'rqdim. Siz shu chaqda hech qanday ishning yuz bermasligiga kafolat qila olasizmi? Meningda hargizmi yomon g'araz yo'q edi. Oqibatning uncha valla yomonlashib ketishini o'ylabmi ko'rmagan edim. Sizni ilgari tanimsam, sizni hech qanday o'ch adovatim bo'lmasa, nemishqa sizni bekorla ziyon uchratqudakman. Odam har qancha oliyjanob bo'lsa-mu, ozmayman degili bo'lamdi. O chaqda sizga ta'sir ishonch qilamagan edim. Keyin sizni izlab tepib, bu ishni tushundiray deb o'yladim-yu, biroq jur'at qilolmadim. Bu gaplaringizga xeyli o'rinliq. Lekin kiyim-kechaklarimni nima ish qildirib o'tasiz? Nima ish qilib qip yalang'och holatda yetib qoldik? Bilmayman. Chunki u chaqda men husizlantirish to'g'risini ishchi bilib hoshimni yo'qotgan edim. Siz nima ish qilasiz? Sizni zaharlab o'zim saqlasam to'g'ri bo'lmaydi-da. Yanchog'imdagi bir necha yuz so'm pul atis qarsam yo'qtirdi. Meningcha yilqi ayol xo'jayin pulga ko'z qizdirib kiyim-kechaklarimni soldirib atgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Mening yanchog'imdagi pullarni yo'qtirdi. Lekin kiyim-kechaklarimizni soldirib atmasam, pulni ola olmaydi. O'ylab baqmamsiz. Bizni ashundaq sharmanda holga tushirib qo'ysa, biz uning pulimizni ilib olsan deb so'z aytishga petnalaydiqmi? U noyta ustalik bilan bu ishni planlagan gap. Elim yaxshi bir tunish odam meni shu holda ko'rib qolmabdi. Bo'lmasa men degan bir qiz bola tursam, oqibatim qanday bo'lib ketar edi? Shuni sizni tashlab ketib qolgan edim. Undaqda Gulnaz degan ismingiz yolg'on ekan-da. Yolg'on emas. Har ikkil ismim rost. Men tug'ilganda ota-onam ismimni Gulnaz qo'yibdi ekan. Keyin ular ajrashib ketib, meni opamning ota-onasi beqibdi. Dadam mening beqish pulimni bermagandan keyin cho'nglarning ochiq kelib ismimni Xolida yutib ekan. Shunga men odatda har ikkil ismimni qo'llanaman.
Hali ikkil ismimni yaxshi ko'raman. Bo'ldi. Endi bu gaplarni surishtirmay, asli gapga kelaylik. Almira bilan o'tirganlardagi muomala zodi qanday ish? Men unga ayni vaqtda pulni o'sma bilan qaytarayotgan edim. U hujjatni og'ish kelmabdiman dedi. Men kerak yo'q, ikkimiz degan yaqin do'st tursak, qaytib berib hujjatni yirtib bo'ladi degan edim. Lekin uning bunday yuzsizlik qilishni o'ylamabdi ekanman. Hamma ish o'zimning boshqalarga bak ishlab ketganligimda. Almiraning bunday qilishi yo'lsizlik ham pastkashlik. Qonun adolatni yo'qlamamdi. Siz pulni qaytargan vaqtda yananglarda boshqa odam bor edi. Yo'q, faqat ikkimiz bor edik. Bo'ldi, qaytarma. Voy, baqirdimi? Shu. Bizning uyga bir kelib ketsang optika adash. Sendan so'raydigan muhim bir ish bo'pti. Hozir boray. Ma'qul. Ish yo'q. Ha, baqirdi. Tinchlikmi? Qanaqa ahvoling? Yaxshimi? Yaxshi. Kela. Kela. Shuncha jiddiy nima ishdi adash? Sen bir chaqda bosma zavodida ishladim deganda qilib o'tading.
To'g'ri, bir necha yil ishlagan. Undaqda ish qog'ozining ostidagi sansiferlar nimani ifodalaydi? Aniqli turmamdi. O qog'ozning zavoddan besib chiqqan vaqtini bildirdi. 2001-yili 2-oyning 1-kuni basmadan chiqibdi. Tiraji 5000 ga. Tova. Qara, bu hujjat 2000-yili 10-oyning 15-kuni yozilibdi. Lekin bu qog'oz 2001-yili 2-oyning 1-kuni basmadan chiqibdi. Gumonim to'g'ri chiqdi. Bu hujjat saxtga. To'g'ri. Bu qog'oz zavoddan chiqmay turib 4 oy burun hujjat yozilibdi. Demak bu saxta degan gap. Bu ish meni sarosima eksilib, gangirtibla qo'ydi. Endi tushundim. Har ikki qizning deganlar butunlay yolg'on. Ular mening yuzimni tushirmoqchi. Obro'yimni to'kmoqchi. Lekin nima uchun? Ular bunday qilib nimaga erishmoqchi? Bu ishning tagiga zotli yetamadim. Mudir, biz televiziya stansiyasi qonun maslahatchisi programma gruppasidan. Men qonun gazeti o'qirmanlar ovozi sahifasining muxbiri. Aha, yaxshi, yaxshi. Biz tomoshabinlarimizning qonunda maslahat so'rab yozgan savollarga maslahat berishingizni so'rab ziyorat qilib keldik. Bo'ladi, bo'ladi. Men bu vaqt sizlarga ozroq so'zlab beray. Kiram. Yaxshimisiz? Men sizga topshirgan heliqi deloning ahvolini bilmoqchi bo'lib kelaverdim. Bu deloni men ishlayamagidekman. Eng yaxshisi boshqa advokat deb bering. Voy, chaqchaq qilmayotgansiz? Sizning chiroyingiz kishini mabtoqidek chiroyli bo'lgani bilan ishchingiz zahardimi ochiqkan. Siz atalmish Xolida bilan birlashib, meni nomimni bulg'ashni shunday oson deb o'ylamsiz? Men qonun sepida ishlayotgan necha yil bo'ldi. Nurg'ulga issiq sovuqni beshimda o'tkazdim. Sizlarning ballochi qilayotgan o'yininglar men uchun qanchalik ishdi? Tushundingizmi? Nimalarni deb jo'ylayapsiz? Bir necha oydan beri mening bugun tunji qatim qo'shal bo'lishim. Sizlar o'zinglarni aqlli chaqlab qilayotgan ishinglar ballochi bo'lib qopti. Xolidaning hujjati 2000-yil 10-oyning 15-kuni yozilgan. Ammo sizlar ishlatgan ish qog'ozi 2001-yil 2-oyning 1-kuni basmadan chiqqan. Bu nimani tushuntirdi? Siz zot nima demoqchi? Men shuni demoqchi. U Xolida ishkanlar birlashib yasagan yolg'on hujjat. Men hech tushunmadim. Xolida nima uchun menga yana bir qatim ziyonkashlik qilishga urinadi? Siz buni nimishqa bundoq bo'lmag'ir ishlarni qilishga yordamlashsiz. Samingizga shuni deb qo'yay. Kishiga qilsang o'zingga yonar degan gap bor. Eng yaxshisi bu ishlarni yig'ishtirib o'ylanglar. Hujjatning ko'paytirilgan nusxasini sizga qaytarib beray. Belgilimida havola qiluvchining isboti yolg'on bo'lsa, advokat kelishimni inovatsiz qilib o'tishga butunlay huquqliq. Men sizga hujjatning asl nusxasini bersam, men ko'paytma nusxasini beryapsiz, ha? Mana endi tushundim. Siz mening advokatim turuqliq, nemishqa qarshi tarafning degini bo'yicha ish qilasiz? Chunki gilingiz maylandi shundaqmi? Nim deb o'ylayapsiz? Bu delon kelsak, bu shundoq murakkab ish. Meni bilmaydi odamsiz? U choyxonaga nima borgan tursam, yenimda Birdam saqlab tursanlar, men chiqib keray. Mana ko'ring-a. Siz advokatlarning obrasiga dog' tushadingiz. Xolidaning pulini elib, uni kattini chopmoqchi bo'lyapsiz. Hujjatni keyin o'zim to'liqlab yozdirib olgan. Biroq siz hujjatni yolg'onga chiqarish uchun burun yopg'inni shu deb turib oldingiz. Ajiba 100 ming qo'yning qonlari bilan topgan pul emasmi? Xolida ayoli va bir advokat bilan yaqin munosabatda o'tyapman degansizki, aslida uning degani sizga-da. Sizdek bir chakin odamni advokat tanlagandan keyin menimi ko'zim ko'rgan. Siz hujjatning asl nusxasini qasddan yo'qotib etib, menga ko'paytma nusxasini qaytarib beryapsiz. Sudchidan anglashimcha, qarz olib xalq bo'lmagan ahvol ostida hujjatning ko'paytma nusxasi inovatga erinmaydi ekan.
Men sizlarning bu advokat ishoninglarni arz qilib, sizni ishdan bo'shatayman. Deganlaringizni hamma rasman. Sizlarga bu yerda men bor. Kim sizlarni bu kirsin dedi. Chiqib ketala. Chiqinglar. Chiqishmabsa. Bu ishni bir tushuntirib Yo'q. Chiqish. O'tgan haq bilan bir karvatda yetib o'shingdan ketding. Buni oz degandek yana haqning pulini olib kishilarni oldida rasvoying chiqib, chavon chiqib Men senga chiqdim tushuntirma. Undaq tushuntirishingni nega Beshimdan qilmag'ina. Beshing og'rib ketdimi? Tafsili xabar ko'rsatamiz. Havola qiluvchining aytishicha, bu advokat qarshi tarafdan qaragan. Shuning bilan havola qiluvchiga yolg'on aytib, qarz uchitini yo'qotmoqchi bo'lgan. Buning bilan havola qiluvchi advokat ustidan arz qilmoqchi bo'lgan. Xabar ko'rishga bek omraqding-ku. Qarig'ini aptinga suv tushga mushuk o'xshab qolganingni. Og'zingni yumsaq-ku. Nima? Og'zingni yum. Bilib qo'y, mushu ishlarning hammasini o'zing terg'in. Hamda-chu, meni chidg'uchiligim qolmadi. Bu o'ynamni o'zing tut. Men ketaman. Qanday qilsa qilavay. Sud ko'rishaylik. Sen bilan ojichiman. Döke? Pul ve ayollar bu advokatni yo'ldan chiqardi. Bu maqolni ko'rgansa, u endi butunlay tugashdi. Bo'la emas, bizmi tugashdi. Advokat o'rnimizmi tugashdi. Uning dastidan bizning nomimizmi butun jam ketadigan bo'ldi. Bundan keyin hech kim bu yerga ishga kirmaydi. Shuning bilan bu advokat o'rnini topishga majbur bo'ldi. Biz ishsiz qolamiz. Derib qo'yib xotirjam o'rtaga o'xshamabsan. Mudir, men bo'ldi gap qilma. Sening gapingni anglig'im yo'q. Sening ishingga bizmi chetilib qoldik. Sen hammamizning istiqbolni o'ldarding. Sen ishdan bo'shatilding. Sen nasbas qurni ikkinchi ko'zim ko'misa. Mudir. Yaxshi ketishganlar. Biz advokatlarga chiqarib berishga muvaffaq bo'ldik. Sizning advokat qilishingizga ish bo'lmoqchi. Shunday qilib, ayolim bilan ajrashib ketdim degan. Men ayolim bilan emas, ayolim men bilan ajrashib ketdi. Ortiqcha o'ylab ketma, ardosh. Xotin kishi degan bog'i tepiladi. Biroq xotinim hech qanday tushuntirishimni anglamadi. O'sha. Ammo shu qizlardan cho'qim hisob olaman.
Voy, Gulnazma? Voy, Xoldama? Voy, siz kim? Yaxshimisiz advokat? Men Almira. Anlasam sizga bek uval oldu. Şun sizin apu soray deb telefon urgan. Kechiring. Voy, Almira, siz nada? Siz bilan ko'rishay dedim. Voy. Voy, telefonni qo'yatmang. Voy. Xo'jayininglar ko'rinmaydi. Qaragan tushingizning xo'jayinimiz qilib qolgan o'xshamamsiz, lekin avval bo'lmoq u haqisini siz bilan ko'rishmaydi. Xo'jayininglarni taqil bo'ladi. Buni so'rab nima qilasiz? Boshqa narsa qilsanmi? Yo'q, boshqa narsa emas. Rasmiyatda xo'jayininglar. Bilam, so'rashga qiladi. Men ayol xo'jayinning qur'oni aytganligini, ilgari olimlik qilganligini bilmayman. Uning holi ismlari. Cho'ng bir boshliqni o'g'li uni yaxshi ko'rib talab qilsa, uni qilib yana mushu atrofda uyga bir qarab ko'radigan Rahim ismli qizlikcha uni shuncha qo'llashgan bo'lsa-mu, yaxshi yetanmagan. Shuna u yurtda kundagidek uyaga kelib qarab ichib, juda chiqirib bo'ladi. Bali deganlikcha yana juda chiqarmoqchi bo'lyapti. Yana harap küçük cidden çıkarıp geldin ama gözümde yıkar. Yani, başka öyle koyacağım ya.
Seni hiç bilmeydi. Kılanmağa. Yakacak mümkün ha. Üstüretmeyden bolsan. Yaklaşa. Sözlüce. İman bulmasın bu. Axırı uşağınızga keldiniz. Siz uysiz yatqalı 5 gün bo'ldi. Ayolunuz pek kuyumchankan. 5 gündən beri kechkindis uxlamaydigidek holingizdan xabar oldim. Nima? Mening ayolim. Shundaq. U tozliq uyiga chiqib ketgan. Hozirlik kiradi. Sizlar paranglashinglar. Men chiqay. Hoşunuza ketsin. Necha kundan beri olimdan xabar olganingizga rahmat. Rahmatni menga emas, doktorlarga ayting. Ular sizni jiddiy qutqizolmagan bo'lsa, shu chaqchayib turamaydingiz. Bo'ldi. Bu gapni keyin deyishaylik. Siz yaxshi dam olishingiz kerak. Xo'sh xabar. Doktor sizni atil balnisdan chiqsa bo'ladi deydi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Siz bilan ayrim paranglashqim bor edi. Sirtqa chiqsa qandaq? Bo'ladi. Jiring.
gapim bor deb atatdingiz. Shundoq. Lekin gapni nerdan boshlashni bilmayapman. Amsi men boshlab beray. Sizning mayxonaning bu tunuqsiz savdiyasini kelishingizga maqsad haqiqiy ahvolni egallash, mening sizni vayron qilishimning nima uchunligini aniqlash. To'g'rimi? To'g'ri. Sizga haqiqiy ahvolni so'zlab bersam bo'lmaydigan o'xshaydi. Men bir yezida namorat o'qituvchi oilasida tug'ilgan edim. Turmushimiz behmi qiyinchilikda o'tdi. O'rta maktabda o'qiyotgan chaqlarimda dadam mashina vaqasida qazo qildi. Shu bir mashinasini xarq masola deydigan ekan. Lekin uning iqtisodiy va oqiterga kuchli bo'lg'ashqa oqibat barliq mas'uliyat dadamga ortilib qo'yildi. Shu chaqda men o'zimga kelgusida cho'qim sudchi yoki advokat bo'laman, ishlarni qonun bo'yicha odil va haqqoniy bir taraf qilaman deb va'da bergan edim. Shu arzuyim bo'yicha tirishib o'qib, oxir qonun fakultetiga o'qishga kirdim. Lekin oilamizning meni o'qitgan iqtisodiy ahvoli bo'lmag'ashqa urug' tuqqan al-mahalning yordami bilan o'qishga keldim. Shunday qilib, kanikul vaqtida o'qish rasxodiga pul tepish uchun bir joydan xizmat tepib ishlash qaroriga keldim. Shu arada mendan 2 yil burun o'qishga kelgan bir qiz bilan tanishib qoldim. U meni bir tanishxonaga tanishtirib qo'ydi. Lekin ishga tushgan birinchi kuni kechda o'zim hamma oyxonasida mana bir lechak bosqinchilik qildi. Shu chaqda saqchilar o'zim hamma tekshirishga kirib qoldi. Saqchilar bilan birga bir muxbir bor edi. U meni oshiqlab o'tirgan vaqtda bitirlikka tortib oldi. Muxbir meni Parij qatoriga chiqarib, ishning tegishini aniqlamayla so'zini qo'shib gazetda maqola e'lon qildi. Men xalq olam ichida sharmanda qildi. Maktabda meni o'qishdan to'xtatdi. Bu ishni anglab, nomus kuchida dori ichib ilib. Men uylanmoqchi bo'lgan edim. Lekin muxbirning o'z elish xiyoli meni o'lishdan to'sib qoldi. U muxbir dalsiz. Nima? Siz mening istiqbolimni, oilamni, barlig'imni vayron qildingiz. Men sizni vayron qildim. Mana endi biz tanglashdik. Biroq men sizning odamgarchiligingizga qarzdor bo'lib qoldim. Agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, yel qilishchak, pichoqni menga tiqatdi. Biz tunchi qatim ko'rishgan chaqdilar. Men sizni bir yerda ko'rgandek his qilgan edim. Lekin darrov esimga oldim. Aslida siz. Men sizning eski odam emasligingizni biletdim. Lekin o'zimni faqat kontrol qilolmadim. Bu qitimqi ishdan keyin sizni texmi yaxshi tushundim. Shunga qilgan atganlarimga pushaymon qildim. Siz doktorxonada beyosh yotgan vaqtingizda haqiqiy ahvolni aytib, sizni aqladim. Sizning advokatlik kinishkingiz qaytirib berildigan, qaytadan taklif qilingan bo'ldingiz. Bu rostmi? Rost. Sizdan bir ishni so'rasam bo'ladimi?
qani so'ra. Mineral suga kuchsizlantirish dorisini rastsiz sog'anma. Jiran. Yo'q. Yilqi xo'jayin ayol sağın. Lekin shunday qilishga men o'rlashtirgan. O ayol mening shiram tuqqanim bo'ladi. O ayol yosh vaqtida artist bo'lgan. Shu chaqdagi ishlarni gazet xabar qilganman men. Demak, barliq ishlarni birma-bir planlab o'rlashtirgan. Dalman. Sizdan rastil kechirim so'rayman. Meni kechiring. Aras, yilqi vali degan lifchakni qo'lga ilindi. Men o'zimning iqtidorini jo'qirchoqlab ishni tikdek yetmay, amniyatga sodiq bo'lgan asosda haqiqatchilik bilan yozman deb o'ylab ekanman. Biroq sizning g'ayrat qildim. Siz meni afv qiling. Bo'ldi. O'tgan ishlar salovat. Aras, sizdan so'rab oldigan yana bir ish bor. Yilqi Almira degan qiz sizning Almira shu topda bizni saqlayotgan bo'lishi mumkin. Yaxshimisiz? Sizdan afv so'rayman. Sizga ko'p avarchiliklarni ep keldik. bu avarchilig'ingiz pek ig'ir bo'lib ketdi xonim. Gulnaz bilan ishimizni afv qilsangiz, siz bilan o'tirimizga uqishmaslikni tugitib, to'sib qolsak demoqchiman. Ishkanglar bu o'yinni nihoyat chiroyli o'ynadinglar. Men ishkanglarga haqiqatan qo'l qo'ydim. Sizden nima deb chaqirsam bo'ladi? Gulnaz deymi yoki Xolida deymi? İxtiyoringiz, lekin Xolida yalig'imi? Tushundim. Gulnaz, men gunohimni yuvish uchun o'zim pul chiqarib sizni siyosiy qonunda o'qitib, orzuyingizni yetkazish xiyoli bor. Lekin men bu orzuyimdan voz kechdim. Hozirgi orzuyim sizni ustoz tutib, axborotchilikni o'rganish. Bu oxirgi nishonim. Undaqda hozirgi nishoningiz-chi? Sizning uyingiz. Nima? Mening uyim? To'g'ri. Sizning uyingiz. Bugundan boshlab menga har kun kechda axborotchilik kasbidan dars o'tasiz. Qanday? Qo'shilasiz? Hamisi deganingizdek bo'lsin. Lekin chinlikqa sodiq bo'lishingiz kerak. Siz sodiq bo'lsangiz, men menga sodiq bo'laman. Yana kichikina bir masala bor. Qanday masala? Ben yana bir qatam sizning to'g'ringizga tushib qolmasman. Xotirjam bo'ling. Amniyatni albatta sizning to'g'ringizga tushib bo'lgan.